Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga bel grijasi va sidalishni nerv kompressiyasini uy sharoitida butunlay davolash mumkin bo'lgan mashqlar kompleksini ko'rsatib beraman. O'tgan videomda o'tirg'ish nervi, ya'ni sidalishni nerv qanaqa nervligi, qanaqa og'riqlar berishi haqida to'liq ma'lumot bergan edim va keyingi videoda mashqlarni ko'rsatib beraman deb va'da bergandim. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling, like, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qani boshladik. Sidalish nerv, ya'ni o'tirg'ish nervi 3, 4, 5 bel umurtqalari va dumg'aza sohasidan chiqadigan nervlar ichki tarafdan chiqadi va mana shu teshik orqali tashqariga chiqadi. Bundan chiqqandan keyin son suyagining orqasi bo'yicha tizza tomonga yo'naladi. Tizzaning ostiga borganda tizza osti chuqurchasida u ikkiga ajraladi. Bittasi umumiy kichik boldir nervi, ikkinchisi katta boldir nervi hisoblanadi. Kichik boldir nervi kichik boldir suyagi boshchasining tagidan aylanib o'tadi va oyoqning oldingi tarafi bo'yicha pastga yo'naladi. Tovon sohasiga yaqinlashganda u stopa, ya'ni tovon boldir bo'g'im atrofiga yaqinlashganda ikkiga ajraladi. Birinchisi yuzaki boldir nerv, kichik boldir nervi, ikkinchisi chuqur boldir nervi, kichik boldir nervi. Chuqur kichik boldir nervi mana shu oyoqning o'rtasidan o'tib, oyoqning ustiga boradi. Ikkinchisi chuqur kichik boldir nervi tashqi tarafdagi to'pig'imiz, tashqi tarafdagi to'piq orqali o'tib, tovon va tashqi to'piq o'rtasidan, paylar ichidan o'tadi va oyoq oldiga boradi. Oldingi ustki qismiga boradi. Ikkinchisi katta boldir nervi tizza osti chuqurchasida bo'lingandan keyin ikkita boldir muskulining o'rtasidan, oyoqning orqa tarafidan yo'nalib, pastgacha boradi va ichki medial to'piq va tovon o'rtasidagi paylarning o'rtasidan o'tib, oyoq ostidagi gumbaz tarafga yo'naladi va oyoqning ostini innervatsiya qiladi. Aynan qayerda qisilganligiga qarab, xohlagan joyda tizza osti qisilib qolgan bo'lsa, u pastga ham og'riq beradi. Bel sohasigacha, tepagacha ham og'riq beradi. Tepadan qisilib qolgan bo'lsa ham polni pastgacha og'riq berishi mumkin. Oddiy oyoqning ostida qisilib qolgan sidalishni nerv belgacha og'riq berishi mumkin. Biz qachonki beldagi og'riqni davolaganimiz bilan og'riq yo'qolmasligi mumkin. Qachonki tovonni ostidan topib, agar o'sha qisilish nuqtasi topib davolanadigan bo'lsa, beldagi og'riq o'z-o'zidan to'xtaydi. Buni maxsus tekshirish usullari orqali qayerdan qisilib qolganligini aniqlash mumkin. Hozir men sizlarga sidalish nervning har bitta qisilish nuqtalari uchun alohida mashqlar ko'rsatib beraman. Sizda bel umurtqasida grijani og'riqlari bo'ladigan bo'lsa, oyoqning orqasida tortishib og'riydiganlar, tovon oldida, tovonda ostida og'riydigan, boldir sohasi og'riydigan barcha sidalish nerv yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan og'riqlarga alohida mashqlar ko'rsatib beraman. Dastlab bel umurtqalarini qizdirib bo'shashtirib olamiz. Birinchi mashqimiz tizzalar bukilgan holatda belimizni tagida xuddi sharik turgani kabi oldin belimizni pastki qismini, keyin yuqori qismini ko'tarib, xuddi sharikning ustida belimiz aylanib o'ynayotgan kabi mashq bajaramiz. Mashq 30-40 soniya davomida bajariladi. Eslatib o'tamiz, keltirilayotgan mashqlar umurtqa pog'onasida grijasi katta o'lchamda bo'lganlar va umurtqasida siljishi bor bemorlarga tavsiya etilmaydi. Ikkinchi mashqimiz tizzalar bukilgan holatda o'ngga va chapga yengil buraymiz. Bunda bel umurtqalari bo'shashgan holatda bo'lishi kerak. Keyingi mashqimiz dumg'aza sohasidagi nerv qisilishlari uchun bo'ladi. Bunda avval o'ng oyog'imizni tizzasidan bukkan holatda qo'limiz bilan ushlab, qornimizga qaratib tortamiz. Keyin chap yelkamizga qaratib tortamiz. Mana shu holatda yonbosh sohamizda yengil tortishish yuzaga kelishi kerak. Keyin o'ng yelkamizga qaratib tortamiz. Bu mashqni og'riq pasaygan sayin sekin-sekin tizzamizni tortishni kuchaytiramiz.
ikkinchi oyog'imizda ham xuddi shu mashqlarni amalga oshiramiz. Har bitta oyog'imizni ushlab turganimizda 10-15 soniya ushlab turamiz. Keyin ikkita oyog'imizni qo'shib tizzasidan bukkan holatda qo'llarimiz bilan qornimiz tarafga bukib tortamiz. Bunda bel sohasida tortishish yuzaga kelishi kerak. Bu mashqni ham 20-30 soniya davomida ushlab turamiz. Keyingi mashqimiz tizzalarni bukkan holatda o'tiramiz va ikkita kaftimiz bilan tizzani bir-biriga itarib turamiz. Shu vaqtda tizzalarimizni ikki tomonga qaratib tashqariga ochishga harakat qilamiz. 5-6 soniya mana shunaqa naprejeniyada turiladi, bosim ostida turiladi va keyin qo'yib yuboriladi. Bu mashqni bir necha marta takrorlaymiz. Keyingi mashqimizga bizga fitness rezina kerak bo'ladi. Fitness rezinani tizzalarimizdan o'tkazib olib, tizzalarimizni tashqariga ochib, yana ichkariga bukamiz. Shu holatda 10-15 marta bajaramiz. Keyingi mashqimizda endi tizzalarimizni ochgan holatda qo'limizni krestsimon ikkita tizzani ichki tarafiga qo'yamiz va tizzalarimizni bir-biriga yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Qo'l bilan bunga qarshilik qilamiz. 5-6 soniya davomida ushlab turamiz, keyin qo'yib yuboramiz. Bu mashqni 3-4 marta bajaramiz. Keyingi mashqimizda tizzalarimiz o'rtasiga koptok qo'yib olamiz. Men tushunarli bo'lishi uchun sharikda ko'rsatdim. Bu holatda tizzalar o'rtasiga koptok qo'yilib, biz tekis yotib olamiz va tizzalarimiz bilan o'sha koptokni maksimalni qisishga harakat qilamiz. 5-6 soniya ushlab turiladi bunda. Keyingi mashqda tizzalarimiz bukilgan holatda o'ng qo'limiz bilan tizzamizning chap tarafidan ushlab, o'ng tarafga bukamiz. Bunda oyoq tovonlari tanamizga maksimal darajada yaqinlashtirilgan bo'ladi va tizzalar ham maksimal darajada bukiladi. Oyog'imizda tortishish yuzaga kelishi kerak. Buni 20-30 soniya davomida ushlab turamiz. Xuddi shu mashqni endi ikkinchi tomonga bajaramiz. Keyingi mashqimizda yerga qarab yotgan holatda bo'lamiz. Bunda butun tanamiz yerga tegib turadi. Boshlanishiga qo'limizni yerga polga tirab, boshimizni yelkamiz bilan qo'shib ko'taramiz. Keyin esa belimizgacha bo'lgan qismni ko'taramiz. Bunda bel muskullari bo'shashgan holatda bo'lishi kerak. Keyingi mashqimizda og'riyotgan tarafga oyog'imiz va boshimizni belimizdan bukkan holatda yaqinlashtiramiz. Bunda beldagi bosim oshadi va oldingi mashq kabi boshimizni, belimizni tepaga ko'taramiz. Bu ham 10-15 marotaba bajariladi. Keyingi mashqimizda tizzalar bukilgan holatda o'ng oyog'imizni chap tizzamiz oldiga olib boramiz. Chap oyog'imizni esa orqaga maksimalni cho'zamiz. Shu holatda tirsaklarimizni yerga tekkizib, boshimizni yerga tekkizamiz. Bunda o'ng oyog'imizning orqasida, yonbosh sohasida tortishish yuzaga keladi. 5 soniya mana shu holatda turamiz va keyin boshimizni tepaga ko'taramiz. Keyin yana boshimizni tushirib, yana 5 soniya cho'zilgan holatda turamiz. Keyin tirsaklarimizni bir-biriga yaqinlashtiramiz, boshimizni maksimal egamiz va o'ng oyoq tarafimizni yana maksimal cho'zib turishga harakat qilamiz. Keyingi mashqimiz bizga tennis koptokchasi yoki shunga o'xshash dumaloq narsa kerak bo'ladi. Qo'limiz bilan og'riqli sohani aniqlab olamiz va o'sha sohaga tennis koptokchasini qo'yib, sekinlik bilan massaj qilamiz. O'sha joy yengil aylantiriladi. Og'riqli joy topilgandan keyin o'sha joyda 5-10 soniya ushlab turamiz tennis koptokchasini. Keyin ma'lum paytdan keyin
yana o'sha koptokchani aylantirib boshlaymiz. Agar og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, koptokchani aylantirmasdan faqat uni bitta joyda ushlab turamiz. Keyingi mashqimizda og'riq bo'layotgan tarafdagi oyog'imizni tizza bo'g'imidan bukib tepaga ko'taramiz va sonimiz orqasidan qo'limiz bilan ushlaymiz. Bu son orqasidagi qisilib qolgan sidalishni nervni o'z joyida kompressiyasini yo'qotish uchun kerak bo'ladi. Bu holatda biz oyog'imizni maksimalni tepaga yozishga harakat qilamiz. Og'riq yengillashgan sayin qo'limizning joyini o'zgartirib, tepaga tomon harakatlantirib ketaveramiz. Bunda oyoqni maksimalni cho'zishga harakat qilamiz. Og'riq yo'qolguncha oyog'imizning oxirigacha shu tarzda mashqni bajarib boramiz. Keyingi mashqimiz og'riq bo'layotgan oyog'imizni og'rig'i yo'q oyog'imizning tizzasi ustiga chiqaramiz va bitta qo'limiz bilan og'riq bo'layotgan oyog'imizni kaftini o'zimizga tortamiz, tizzasini esa tashqi tarafga pastga itaramiz. Bunda o'ng taraf dumba sohasida tortishish yuzaga keladi. Bu mashqni 5-10 marotaba bajaramiz. Keyingi mashqimizda og'riq bo'layotgan oyog'imizni pastki tarafga qilib, o'sha yonboshlab yotib olamiz va og'riq bo'layotgan oyog'imizni qisman tizza bo'g'imidan bukib olamiz. Og'riq bo'lmayotgan oyog'imizni oldinga maksimal ravishda cho'zib bukamiz. Bunda og'riq bo'layotgan oyog'imiz pastki tarafda turadi. Bu mashqni 10-15 marotaba bajaramiz. Agar og'riq kuchli bo'lsa, oyoqni bukib yozmasdan faqat cho'zilgan holatda ushlab turamiz. Og'riq kamaygan sayin bosimni oshiramiz. Bunda oyoqlar maksimal yoziladi va barmoqlar o'zimiz tarafga qaratib maksimal bukiladi. Keyingi mashqimizda bosimni yana ham oshirish uchun boshimizni maksimal egamiz va oldingi mashq kabi oyog'imizni yozib bukamiz. Barmoqlar bunda ham o'zimizga maksimalni bukiladi. Bu mashqni ham 10-15 marotaba takrorlaymiz. Og'riq kamaygan sayin yana ham bosimni oshiramiz. Bunda og'riyotgan oyog'imizni biroz tizza bo'g'imidan yozib olamiz va oldingi mashq takrorlanadi. Og'riq kamaygan sayin og'riyotgan oyog'imizni maksimalni yozishga harakat qilamiz. Bu mashqni ham 10-15 marotaba bajaramiz. Bu videoni belida grijasi bor do'stingizga oyog'im doim toliqadi. Oyog'imning orqasida tortishib og'rishlar bor. Bitta joyda uzoq tura olmayman degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.